Bir kuni Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemning oldilariga iblis keldi. Sahobilar aytadilar: ko'pchilik o'tirgan edik, kallasi katta bir cho'tir bir narsa kirib keldi. Bir g'alati narsa kirib keldi. Payg'ambarimizning oldilariga ancha yaqin keldi. Payg'ambarimizga dag'allik bilan: "Ey Muhammad" dedi. U Rasululloh demaydi, u kofir. "Meni Allohim sizni oldingizga yuborgan. Nimani desangiz rostini aytishga majburman. Savollaringiz bo'lsa bering." Payg'ambarimiz savol berdilar: "Badbaxt, qayerda tug'ilasan?" dedi. Birodarlar, shaytonlar bir dunyoga kelsa, o'lmas ekan qiyomatgacha. Jin bilan qarshildi ekan. Tug'ilsa o'lar ekan. Shayton tug'ilsa o'lmas ekan. Payg'ambarimiz so'rayaptilar: "Qayerda tug'ilasan?" Javob berdi shayton: "O'sgan tirnoqlarning ichida" dedi. "O'sgan harom tuklarning orasida" dedi. "Uyilgan axlat buyumlarning ichida" dedi. Ota bu aytadi, axlat to'plama. 4-chisini aytdi: nikoh bo'lmagan er xotinning o'rtasida